Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan bugun Zot kanalida bo'ladi. Bugungi videosi bugungi seriyamizda Karpak menida maza qilib olishga harakat qilaman do'stlar. Do'stlar bugun mashinamga yangi nomer taqdim. 001 faqat harflar har xilda 80 hali. Do'stlar 001 BBB keyin mashinamga sirena qo'ydim. Megalkam sirena o'sha o'sha nom esimda yo'qdi. Do'stlar mana cho'tki mashincha bo'ldi, chiroyli mashin bo'ldi. Do'stlar hozir buni ko'rsataman. Do'stlar bu mashinani, obunachilar bu mashinani qayerdan oldim? Telegramda bitta aka bilan gaplashib qoldim. Ismlari yodimda yo'q, lekin profillarining nomi Karimov edi. Karimov degan akadan oldim. Karimov aka menga bu mashin M4 qilib berdilar. M4 ham chiroyli. Ukamda M4 hozir ukamda turibdi mashin. Juda yaxshi mashincha, 300 HP. Normalniy yurayotgan mashincha. Normalniy kavlab bo'lsa ekan sizga qarash. Bosib turib qo'yib borasiz, yana qo'yib beradilar. Mashincha cho'tki yarasha ekan. Menga cho'ta W124 birinchi kelganlarda yoqmadi. Lekin olgandan keyin, ikkinchi olgandan keyin menga juda yoqib qoldi. Aynan shu rangi. Chunki shu rangi trendda, Rossiyadan shu mashin bor. Keyin do'stlar, alohida podnomerga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Hozir ko'rsataman sizlarga. Podnomer mana bu. Podnomerga Uzbelaz deb yozib qo'yilgan. Ya'ni Uzbelaz tomonidan mashincha tuning qilingan. Normalniy yuradi, задний приводda. Yaxshi. 300 HP bu ham. Logo, shillik, hamma narsasi bor. Shift timegacha bor bu mashinning. Bu mashin men M4 oldim, 10 mingga M4 oldim. Bu mashin menga tekinga tushdi. O'shaning uchun sabab o'sha aka menga sizga reklama qilveraman dedim. Har xillarga. Agar do'stlar bu mashinani olmoqchi bo'lsangiz, yana qanaqadir mashinlar kerak bo'lsa, обязательно akadan olaverasizlar bemalol. Buni muammosi yo'q. Agar o'zida bo'lmasa ham boshqalardan topib olib bera oladi. Narxi hamyonbop. Aynan Aizotdan ko'rib kelaman. Skidga bormi desanglar, bor skidga. Uyalmanglar, hech qachon uyalish shart emas unga. Skidga bormi? Aizotdan ko'rib kelaman desanglar, Aizotdan ko'rib kelaman desanglar, skidga bormasanglar yo'q bermaydi. Chunki kimdan ko'rib kelyapsiz? Balkim boshqalardan, balkim mandandir. Mandan ko'rib kelsanglar yaxshi skidgalar bor. So'radim o'zim ham, skidga bormi dedim, mandan ko'rib kelsanglar. Ha dedi. Aytaman dedim. Aytib qo'yaman videomga dedim. Bu videom уже ertaga chiqadi. Bugun 8-iyul. Maza bu mashincha. Maza ekan, juda maza ekan. O'zim yoqib qoldi. Alohida bunga nomer yasadim mana. Yaxshi mashina ekan. M4 ham yaxshi ekan. Oxirida sizlarga o'sha mashinalarni ko'rsatib ketaman. O'zimni ikkita mashinamni ham qo'ydim. Чтобы menga M4 M8 kerak. Chunki M4 ham ukamda. Ukam uxlatib qo'ygan uni. Bermaydi hech qachon. Voy, urib oldim. Qochishsa mumkin, chunki telefon уже ekran ko'tarolmayapti, bilmayman, qotib qizib ketyapti. Endi yangi telefon olishga harakat qilaman, bo'lmasam oyimga aytaman. Nasib bo'lsa, mingta bo'lsak, yuzim ko'rsam aytgancha mingta bo'lsak, aytgancha do'stlar tabriklab qo'yaveraylik. 300 ta obunachiga yetdik biz. Bu uchun sizlardan kattakon rahmat. Qaranglar do'stlar. Bu uchun sizlarga kattakon rahmat. Sizlardan men 300 ta obunachiga yetdim. Nasib bo'lsa 1000 ta obunachi ham bo'lamiz. Bu hech qachon tashlab qo'yilmayman. Tashlab qo'ymayman ham. Har doim video chiqib turadi. Do'stlar, keyin mashinning antenasi mana bu joyida, antena joyida bormi yo'qmi o'zi? Men antena joyini topolmadim, antenaligini topolmadim, lekin so'rab ko'rsam ha bor dedi. Sal pul qo'shilgan antenasi bor, lekin cho'tki ko'rinmagan. Chiqadi. Ichi ham chiroyli, mana saloni ham ikki xil ko'rinishda. Men bunaqa salonni yaxshi ko'raman. Bunaqa salon yaxshi ko'rib qolganman, chunki chiroyli ichi.
do'stlar, bo'lsam hammaga xayr. Gaplarim shu. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Sizlarga reklama qilib ketaman o'sha moshinalarni. Do'stlar, mana Major Shopga kirib oldim. Telefondan kirib oldim faqat. Mana shu mashina, mana shu W223 sotiladi. 300 xp, 300 stok ovozda, shift time bor. Megalka logo shillik chizilgan. 11.111 so'm. Range Rover bir bola bu. Mana Range Rover ekan, uzr. 15.000 so'm, 300 xp bu ham shunaqa. Malibu sotiladi. Malibuga o'xshaydi. Audi, lekin Malibu hisoblangan 8.000 so'm. M8 do'stlar. Juda zo'r, 9.990 so'm. Mana shu ukamga bergan mashinam, chotki mashinacha. Menga yoqib qoldi. Shuni oldim. Do'stlar, mana M4, bu ham zo'r mashina mana. Sotiladi. 300 xp shift time, stok ovozda, logo shillik chizilgan. Xrom detallari bor ekan. W124 bu ham zo'r. Mana mashinam Bentley Continental GT 14.000 so'm. Mana bu ham Porsche, bu Porsche bir bola 13.000 so'm turibdi. 400 xp. Banan, yana Polo 300 xp. Bu ham qiziq bo'lishi kerak. Shular do'stlar, shularni ko'rsatmoqchi bo'ldim. Yaxshi odamdan olasizlar.